Assalomu alaykum ko'rurman do'stlar. Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasiga xush keldinglar. Ekraninglarda Gulchehra sizlar bilan birga. Növbətdə Amerikadan Uyg'urlar uchun ochilgan bu ko'znikimizli emas, xalqarodagi ko'plagan axborotlarda Urumchi shahri qaytadan diqqat nuqtasiga aylandi. Mana bugungi dasturimizmi buningdan dal 1 yil avval yuzlagan chet el axborotlarini o'ziga tatgan Xitoy hukumatini 100 minglab askar ham qurolliq saqchi yetkashga va 1 yilga yaqin internetni qamal qilishga majbur qilgan matbuotlarda Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixidagi eng zo'r voqea deb ta'riflanayotgan 5-iyul Urumchi voqeasiga bag'ishlanadi. Minglagan Uyg'ur oliy maktab o'quvchilari va yoshlardan tashkillangan namoyishchilar Xitoy hukumatining milliy siyosatidagi barobarsizlik va milliy kamsitishiga qarshi norozilik namoyishi olib borgan. Halbuki Uyg'urlarning Xitoy bayrog'ini ko'tarib turib, tinchlik bilan olib borgan namoyishi qattiq bostirilgandan keyin namoyish yerlik Uyg'urlar bilan Xitoy ko'chmanlari orasidagi o'tkir milliy to'qinishga aylandi. Xitoy axborotlarida 2009-yili 5-iyul kuni Urumchidagi mazkur voqeada 197 odamning o'lganligi, yaralanganlarning bo'lsa 1700 dan oshganligi bildirildi. Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat 2009-yili 4-avgust maxsus bayonot e'lon qilib, voqeada o'lgan 156 kishining begunoh fuqarolar, ichida 134 nafar Xitoy, 11 nafar Tungan, 10 nafar Uyg'ur dedi. Shundaqla 12 odamning saqchilar tarafidan etib o'ldirilganligini, 1500 odamni qo'lga olganligini e'lon qildi. Xitoy hukumatı rayonda tarixdan buyongi eng qattiq harbiy holat yurgizdi. Internet ham telefon aloqasi taqaldi. Xitoy hukumatining voqea haqida e'lon qilgan mazkur sonliq ma'lumoti dunyo matbuotida yanala gumonliq sonlar bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Rashid voqeada o'lganlarning 1000 dan oshadiganligi, Sharq Turkiston miqyosida qo'lga ilinganlarning bo'lsa 10 mingdan oshadiganligini, albuki Xitoy tarafidan intayin jiddiy maxfiy tutilayotgan bu uchurlar bilan ta'minlaguvchining hayotiy bexatarligini o'ylab, tutilganlarning ism familiyasini hozircha oshkorlay olmaydiganligini ta'kidladi. Undaqda Uyg'urlarni, Xitoyni, shundaqla dunyoni silkigan 5-iyul Urumchi voqeasining sababi nima? Voqeaning portlash sababini izlash uchun ko'znikimizni Urumchidan necha ming chaqirim yiroqqa joylashgan Guangdong o'lkasi Shaoguan Shuri o'yinchiq zavodiga yetkazishga to'g'ri keladi. 5-iyul Urumchi voqeasi yuz berishdan 10 kun ilgari, ya'ni 26-iyun kuni Guangdong vaqti sahar soat 2da mazkur zavodda Qashqa 9 kelib ishlayotgan 819 nafar Uyg'ur yoshlari 2000 ga yaqin Xitoy ishchilarining rayimsizlarcha hujumiga uchirdi. Xitoy axborotlariga asoslanganda Xitoy ishchilar Uyg'ur ishchilarining yotqiga bostirib kirib, Hashimjon Ahmad va Sodiqjon G'azi ismli 2 Uyg'urni urib o'ldirgan. Xitoy ishchilar hatto Uyg'urlarga qaratgan bu qonliq erkiy hujumni tomosha qilib, begunoh Uyg'urlarni rayimsizlarcha urish, dafsanda qilish, o'ldirish jarayonlarini suratga olib, Xitoy miqyosida Uyg'urlarga qarshi erkiy hujum qo'zg'ash tashabbusini olgan bayonlar bilan bu suratlarni tor betlariga oshkor qo'ydi. Ammo ular o'ch elish yo'lini tanlamadi. Hukumatning voqeani odil bir taraf qilishni sabr bilan kutdi. Ammo Xitoy hukumati bo'libmi Uyg'ur avtonom rayoni doiralarining voqeaga nisbatan tutgan parvosiz, mansitmaslik pozitsiyasi Uyg'urlarni texmi g'azabga keltirdi. Chunki mazkur voqea garchi butun dunyodagi asosiy hurriyat ham xalqaro matbuotlarni cho'chitgan qonliq voqea bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumati mazkur qonliq voqeani mumkin qadar Uyg'ur xalqidan yo'shirishga urindi. Shaogandagi Uyg'ur ishchilarni jiddiy yo'tkab, Shaogan haqidagi uchurlarni qamal qilish bilan tang matbuotlarning ko'zga cheliqmaydigan bulonlarda faqat Guangdongda Uyg'ur ishchilar bilan Xitoy ishchilar o'tirsida
to'qinish yuz berdi deb xabar e'lon qildi. Xitoyning mavjud milliy masalalarni hal qilish o'rniga yo'shirishi, bostirishi sababidan oxiri 2009 yili 7-oyning 5-kuni Urumchidagi Uyg'ur yoshlari hukumatning Shougan voqeasini adil bartaraf qilishini talab qilish, Uyg'urlarning nomratligi, ishsizligi, arzon emgak kuchi sifatida Xitoy o'lkalarga majburiy yo'tkilishi, shundaqla ig'ir milliy kamsitishlarga norozilik bildirib namoyishga chiqdi. Shundaqla hukumatning saqchi ham harbiy kuchi bilan namoyishchilarni qattiq bostirishi natijasida mazkur namoyish 10 minglarcha odam qatnashgan to'qinishga taraqqiy qildi. Tez orada namoyish ham to'qinishning yonfonda tortilgan suratlari to'rbatlarga qo'yilib, dunyoga oshkorlandi. Xalqaro axborotlarda Shougan voqeasi 2009 yili dunyoda yuz bergan 10 cho'ng voqeaning biri deb anga ilinib, 5-iyul Urumchi voqeasining portlashiga sabab bo'lgan voqea deb qaralmoqda. 5-iyul voqeasidan keyin Xitoy hukumatining Uyg'urlarni tutqun qilishi ilham davomlashmoqda. Gerçi Xitoy hukumati barliq usullarni qo'llanib 5-iyul voqeasining haqiqatini yo'shirishga urinayotgan bo'lsa-mu, yaqindan buyon chet ellarga chiqqan bir qism Uyg'urlar tarafidan 5-iyul voqeasining haqiqati vaqancha ro'shanlashmoqda. Maqsadimiz o'likcha Shougan voqeasi asoslab ta shu kunga qadar buni tushuntirish bilan bizga tushuncha bersin degan maqsadda bu yerda 3 kunlik sayyohlarga mangan vaqtimizda 5 yillar o'tib ketgan vaqtda ay yo'ldan sayyohlarga bizga qarab kechib kelayotgan qatlar uchirdilar bora tushirgan u yerda misol jinonlar aptechalar tarqilinglar adab shunday deb turdi bizga kechata bilan qilchi munosabati yo'q shu hamma haq bilgan bir voqea bo'ldi bu Shougan voqeasi yana birisiga namoyish chiqqan odam degan u 10 ming yaqin odam tursa qaysi birisi o'zini o'zgartib qo'ydi. Ichidan chiqqan bir norozilik. Siz 5-iyul voqeasiga qatnashganmidingiz? Shu kundagi Urumchi vaziyatidan uchur bergan bo'lsangiz? Kunduz basasa iniq bayqilib qoldi qarang. Qarang tushganda o'sha nodin bo'lib hech qanday odam qo'ydi shuni otda o'ylab ketdi. Yetib kunduz kecha jatqayda tinosiz bir talqamiz yo'q. Şu turmudlu bir taraf kuvvetlerlerini cidden onda. Onu sanın bilmeyemeden ben keşfedildi şununla toplaştı. O kadar ben niye bağlandı? Hoca yapkanda ki yetlik çıktı da hiç telefonlara kadar üzüldü şununla. Ve hiç kim okumadı bir sır. Bu kecha sirliq tinchitilgandan keyin 6-iyul kuni atdiganda Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat raisi Nurbakri televizorda paydo bo'lib, voqeani chet eldagi 3 xil kuchlar hamda Uyg'ur biz, Shabnam qatorliq to'rbatlarning qutratquligi natijasida yuz bergan urush, cheqish, bulash, o't qo'yish buzg'unchilik harakati deb chakaladi. Shu kuni Urumchi vaqti kech soat 7da yana Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur eliga qo'ygan sekretari Wang Lochun 5-iyul Urumchi voqeasini Rabia Qodir va Dunyo Uyg'ur qurultiyining qutratquligi bilan yuz bergan voqea deb e'lon qildi. 10月5日的严重打砸抢烧暴力事件发生，这是以热比亚为首境外敌对势力或境内极少数坏人极力炒作。 Xitoy hukumati sizni 5-iyul Urumchi voqeasining bosh planlovchisi deb ko'rsatdi. Hozirgacha bu aybini qaytarib olgani yo'q. Endi siz bu 5-iyul voqeasining asosliq sababchisini kim yoki nima deb qaraysiz? Mazkur voqeaning bosh jinoyatchisi Xitoy hukumati o'zi. Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga besib olgandan Sharq Turkistonni 49-yili besib olgandan ta hozirgacha bo'lgan 60 yil, shu vaqtgacha bo'lgan 60 yil ichidagi zo'ravonligi va tengsizligi, xalqimizni ma'rifsizlashtirishi, nomratlashtirishi, xalqimizni butun huquqidan mahrum qilishi, xalqimizni ko'tarinmadak darajaga opirib, to'yib, zodi nim bo'lsak bo'layli, jinimizdan kessak mayli deydigan darajaga yetkazib qo'yganligi. Shougan voqeasi faqat uning bir tuturuq oldi, sababchi bo'lib qoldi. Biz kuch kiritmasakmi, o'shadagi naq maydondagi voqea har qanday odamni uyg'otdi. Xitoy hukumati biz uyg'otmadik.
Uyg'ur xalqini bu namoyishga, bu faoliyatlarga yoki tashkilotlarni qurishga biz o'yg'atmadik. Xitoy hukumatining Jungo Kommunistik partiyasining siyosati o'yg'atdi. Sharq Turkistondagi xalqimizni tarqoqlashtirish siyosati deb dehqonlarni yerdan olib etdi. Oliy maktab bitkizganlar o'qish bitgandan keyin xizmatga kiramadi. Sharq Turkistondagi bütün imtiyozlarni millionlagan Xitoy ko'chmanlarini olib ularga etbadi. Til bilmagan qizlarni 100 minglab, minglab, 10 minglab Xitoy o'lkalariga yo'tkab akirib azan qul qilishi va sizlarga yaxshi xizmat o'rlashtiramiz deb. Ularning o'rniga ko'chmanlarni akab xizmatlarni berishi, mushundaq tangsizliklar Uyg'ur xalqining chidash toqati qolmaganligi uchun qizil bayroqni ko'tarib, bu qitim o'zlarining tinchlik bilan haq huquqini talab qilganligi va shu hukumatni, shu davlatni e'tirof qilganligini ifodalab, umuman yosh bolalar bayroq ko'tarib chiqqan. Xitoy hukumati buni to'polonga aylantirib, mushunaq bir fojiaga aylantirdi. Hargiz shoga vaqasi uchun chiqqan ish emas, u bir sababkori. Aşı namayishni to'sib qola olamdi desa to'sib qola oladi. Hargizmi to'sib qolmadi. To'polonga aylantirishdan iborat bu narsani amalga oshirdi. Gunohsiz nurg'ilgan Xitoylarning o'lishini keltirib chiqardi. Shuning bilan minglagan, 10 minglagan Uyg'ur xalqini bostirdi va turmuga oldi. Agar shu gunohsiz Xitoy xalqi o'lmagan bo'lsa, bularni undaq bostirolmaydi. Chunki Xitoy hukumatı xalqiga javob berish kerak. Xitoy xalqiga javob berish kerak. Uyg'ur xalqiga javob berish kerak. Dunyoga javob berish kerak. Shuning uchun Xitoy xalqining og'zini bostirish va og'zini yepish uchun oldi bilan Xitoy xalqining o'lishini keltirib chiqardi. Shuning bilan necha 10 minglagan Uyg'urlarni bir kechada o'ldirdi. Shu kuni mayli Xitoy o'lgan bo'lsin, mayli Uyg'ur o'lgan bo'lsin, shu kuni o'lgan barliq odamlar gunohsiz Xitoy hukumatining nayranglariga tushib ketgan ham siyosatning qurboni deb qarasak bo'ladi. Hürmetli ko'rurman do'stlar, 5 iyul Ürümçi vaqasiga bag'ishlangan bugungi dasturimiz mush yerda tamomlandi. Yana bir qitim ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Sizlarni mush yerda kutaman. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurman do'stlar. Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasiga xush keldinglar. Gulchehra sizlar bilan birga. 5-iyul Ürümçi vaqasining 1 yilligiga bag'ishlangan ushbu ko'znikimizda sizlar bilan qayta uchrashganimdan xursandman. O'tgangi dasturimizda aslab o'tganimizdek, bundan dal 1 yil ilgirki 5-iyul kundan boshlab qaynoq shahar bo'lgan Ürümchida yuz bergan ajoyib zo'r voqealar, dramatik, jiddiy o'zgarishlar dunyo matbuotining ko'znaklarida o'z aksini topdi. Uyg'ur diyori shundaqla Uyg'urlarning dunyo axborotida shu qadar diqqatni tortishi ham shovqinliq inkas yaratishi tarixdan buyanqi tunji qitimligi deyishkimi bo'ladi. Xitoy doiralarining 5-iyul kechadan boshlab barliq telefon ham internet aloqasini butunlay taqab, to'qni uzib, qorong'ulikda Uyg'urlarga qarta ilib borgan qurolliq tinchitish harakatida bo'lsa, o'ldirilgan va qo'lga ilingan Uyg'urlarning necha 10 mingga yetadiganligi qayd qilinmoqda. O'zining tinchitish harakatining natijalik bo'lganligiga ishongan Xitoy hukumatı 6-iyul voqeani chet eldagi Robiya Qodir boshliq Sharq Turkiston faoliyatchilari shundaqla Uyg'ur rayonidagi milliy bo'lgunchilarning birlikda ilib borgan to'planadi. 7-iyul kuni xalqaro axborot o'rinlarining muxbirlarini Ürümchiga kirishga ruxsat qildi. Dunyo matbuotiga 5-iyul vaqasining o'zi aytgandek Uyg'urlarning urush cheqish, o't qo'yish va odam o'ltirishdek to'polon ekanligini rastga chiqarishga urinib, chet ellik muxbirlarni ot baygi maydoniga elib kelib, voqeada hujumga uchirgan o'rinlarni ko'rsatayotgan paytda Xitoy hukumatı kutmagan bir voqea yuz berdi. Ya'ni muxbirlar 300 dak Uyg'ur ayol ham bolalarning hukumatning erlarini ham o'g'illarini qo'yib o'tishini talab qilib elib berayotgan norozilik namoyishiga duch keldi. Uyg'ur ayollarining bizga erkinlik kerak, odillik kerak, bolalarimizni qo'yib etinglar deb ko'z yoshlari bilan qilgan nolisi javobsiz qoldi. Broniklar bilan kelgan qurolliq soqchi hamda harbiylar namoyishchi ayollarni va bolalarni 2 soat ichida majburiy tarqitib etgan bo'lsa-mu, ammo mazkur paytdagi ichinishlik, ta'sirli ko'rinishlar muxbirlarning aparatlari orqali dunyoga taraldi. Uyg'urlarning vaziyatiga simvol bo'lgan unutilg'usiz kartinalar dunyoni larziga soldi.
Yana shu kunning o'zida tushdan keyindan boshlab Urumchidagi bir qism Xitoylarning kaltak to'qmoqlar bilan ko'chadagi, mahalladagi Uyg'urlarga hujum qilish voqeasi yuz berdi. Xitoylarning Uyg'urlarga qarata o'ch elish hujumi qo'zg'ishiga Xitoy hukumat tarafining gazet, radio va televiziya kanallarida 5-iyulda o'lgan ham yaralangan Xitoylarning ko'rinishlari tasvirlangan xabarlarni maqsadli holda qayta tarqitishi sabab bo'ldi. Bu paytda xalqaradagi 100dan ortiq axborot organi bir vaqtda Uyg'ur eli vaziyati haqida xabarlar tarqatmoqda edi. Bu voqealardan keyin dunyo matbuotini Xitoyning maqsadli ta'tir tashviqoti emas, balki qonzar yig'lab hukumatdan erlarni, bolalarini qo'yib o'tishni talab qilgan Uyg'ur onalarning, ayollarning dod faryodlari hamda Uyg'ur mahallariga soqchi ham harbiylarning himoyasi va yoki qasdan qo'yib berishi bilan bostirib kirib, tayoq to'qmoqlar bilan urchaq qilayotgan Xitoylarning ko'rinishi almashdi. Xitoy doiralari Urumchida 7-iyuldagi Xitoylarning o'ch elish hujumida zodi qanchalik Uyg'urning o'ldirilganligi, Uyg'urlarning qanchalik chiqim tatganligini hozirgacha o'chirib kelmoqda. Ammo naq maydondan yanfon apparat orqali tartib e'lon qilingan suratlardan, sinalg'u ko'rinishlardan shu kuni Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasida oz bo'lmagan qonliq voqealarning yuz berganligini qiyos qilish tas emas. 这种镇压是一直到现在没有停过。我想说一条就是 Bu xil bastırış hazırgıç to'xtab qolgani yo'q. Xitoy kommunistlarining boshqa millatlarga qaratgan bu xil bastırışı xalqaro inson haqlariga, xalqaro qonunlarga xilof harakat. 5-iyul Urumchi voqeasini ilib aytsak, shu kundagi voqea qarabla baho bersak bo'lmaydi. Buning tarixiy arxa ko'rinishi qarash kerak. Buning intayin cho'nqur tarixiy siltizi bor. Chunki Uyg'ur elidagi Xitoylar Uyg'urlarni besib olg'uchilar, tajovuz qiluvchilar, uzoq yillardan buyon yig'ilgan norozilikning portlab chiqishi bilan bu xil qarshilikning yuz berishi meningcha tabiiy ahvol. Xitoylar buning bilan Uyg'urlar qarta yana qattiq bostirish ilib borganda bu intayin vahshiy bir bostirish bo'ladi. 那就是非常残暴的镇压行动。第一项是棉花种得非常好。 Uyg'ur elida biri paxta, yana biri neftdan iborat bu ikki cho'ng manfaat oldida Xitoy Uyg'ur elini osonlikcha qo'ldan chiqarmaydi. Chunki Xitoy hozir neftga bak ehtiyojli. Ammo mening bilishimcha Uyg'urlar o'zining norozilik harakatini o'zliksiz davomlashtirib keldi. Afsus, tashkillik ilib borolmay qoldi. Uyg'urlar bilan Xitoylar azaldan barobar bo'lib boqmadi. Munosabati hech qachon yaxshi bo'lib boqmadi. Nima desangiz, masala Xitoy hukumatining milliy siyosatida. Bu voqea Xitoy hukumatining milliy siyosatining cho'ng mag'lubiyati. Logay fondi jamiyatimiz maxsus Xitoyning logay sistemasi ustida tadqiqot olib boramiz. Bugun kunlikda 5-iyulda Xitoyning qanchalik Uyg'urlarni tutganligini aniq bilmaymiz. Qanchalik odamga qonuniy jazo ko'rganligi ve qanchalik odamni o'ltirganliklarini bilmaymiz. Xitoy buni e'lon qilmaydi. Ammo Xitoy hukumatining tutqunlarni qattiq usullar bilan qiynaydigini aniq. Buningdan gumonlanmayman. Bu masalada men ishonamanki, Amerika bo'lamdi va yoki xalqaro organlar dunyo bu ahvollar ustida asta tekshirish olib boradi. Bu masala bundoq oddiy bir taraf bo'lmaydi. Xitoy kommunistlarining bostirishiga uchragan Uyg'urlar Xitoy xalqidan jiq bo'lsa jiqki hargizmi oz emas. 维吾尔人受到的各种各样的压迫或者怎么样，只比汉人多，不会比汉人少。 7-iyul kuni atdiganda yana Xitoy armiyasining 40 Dongfeng markalik avtomobil bilan Qashqarga kirganligi Xinhua axboroti orqali ma'lum qilindi. Xitoy saqchi hamda askarlarning soni 50 necha mingdan oshib ketdi. Urumchi shaharlik partkomning sekretari Lijer ko'chaga chiqib nutq so'zlab Uyg'urlarga qarshi shu tovlatgan. Uchirganligi Uyg'urni cho'ng kichik er ayol demay urib dumbalayotgan Xitoy lükçeklarga oshkora madad berdi. Shu maydonda suratga olayotgan reallik dunyoga oshkorlanib, Xitoy hukumatining so'zlarining Uyg'urlarni ayblashlarining yolg'onlik pash bo'lib, Xitoy dunyo miqyosida ayblashga uchirdi. Uyg'urlarning vaziyatidan andish qilgan Turkiya bosh ministeri voqeaga inkos qaytirib, Xitoyning Urumchidagi bostirishini Uyg'urlarga qartilgan etnik qirg'inchilik deb aybladi.
10 iyul cuma kuni Ürümchida yana bir qancha yuz Uyg'urning masjidda namoz o'qishga ruxsat talab qilib elib borgan namoyishi tez orada saqchilar tarafidan besiqtirib etildi. 13 iyul kuni Ürümchida saqchilar yana 2 nafar Uyg'urni ko'chadala etib tashladi va ularni saqchilarga ham masjiddagi jamoatga tahdid solgan deb ko'rsatdi. Shuningga o'xshash Uyg'urlar o'z noroziligini har vaqt har xil usullarda davom qildi. Albatta, Xitoyning bostirishi davomida bu noroziliklarning ba'zilari dunyo jamoatiga yetdi, ba'zilari yetmadi. Chunki Xitoy bu orada telefon ham internetni qamal qilishga, chet el muxbirlarini qaytadan qo'g'lab chiqarishga ulgurdi. Wang Lechuan 5 iyul voqeasiga qatnashgan Uyg'urlarni qattiq jazolaydiganligini e'lon qildi. Rabia Qadir So'di sarayini bexatarlik o'lchamiga to'shmaydi degandek sabablarni ko'rsatib, chiqib tashlaydiganligini e'lon qildi. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabia Qadir xonimning Ürümchidagi bolalari va inisi shundaqli urug' tuqqanlarini televizorda so'ziltib, Rabia Qadir xonimni aybladi. Xitoy hukumati 5 iyul voqeasini chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlariga bog'lagandan sirt Uyg'ur elidagi to'rbatlarning sohiblari, hatto Uyg'ur jamiyatida ta'siri zo'r bir qism ziyolilarga tuhmat qilishga boshladi. Ayni vaqtda Uyg'ur biz to'r bekitining boshqaruvchilaridan Ilhom To'xti, Muhammadjon, Diyorim to'r bekitining boshqaruvchisi Dilshod Farhod, Ubul Qosim qatorliqlarni qo'lga oldi. To'liqsiz ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy doiralari tomonidan hozirgacha qo'lga ilingan Uyg'ur to'r bekatlari boshqaruvchilari ham a'zolarining soni 300 dan oshadi ekan. Gulmira Imin, Dilshod Farhod, Nur Ali, G'ayrat Niyozlar ayrim-ayrim holda 5 yildan muddatsizgacha qamoq jazolariga hukm qilindi. Hatta Xitoy to'r betida Wang Qing, Wang Gang qatorliqlar maqola e'lon qilib, Amerikadagi Uyg'ur olim Erkin Sidiq apandini 2009-yili 5-oyda Xinjiang universitetida qo'shtillik ma'arif va ishsizlik masalasi haqida leksiya so'zlab, o'quvchilarning noroziligini kuchaytirib etgan deb aybladi. Ben Uyghur diyarida bir qatim bir rasmiy deklaratsiya bir paqamiz hozir qadar. Har qatim yurtga borgan vaqtimda u yerdagi yoshlar bek kuchli talab qildi buni, lekin hech qachon tasdiqlamadi buni. 2009-yili yurtga borgan chog'da men o'quvchilar bilan ko'rishgan vaqtimdami, ular bilan deyishgan gapim faqat 3 lam. Nasada mening nima ish qilganligim, ayni vaqtda men qanday tirishganligim o'qigan vaqtimda. Lekin uchinchisi chetlarga chiqish uchun qanday shartlarni hozirlash kerak. Asosan shu 3 tema ostida bo'ldi bizning planlarimizda. Buni sirtga chiqarmadi, shuncha ehtiyot qilganda, boshqa qilsamayna. Bu 5-yil voqeasi chiqqandan keyin ular maqola e'lon qilib, menga butunlay tuhmat chapildi. Uyg'urlarga qaratgan Xitoy hukumatining bir qator siyosatlari bor. Bu 80-yillarda boshlangan. Uniki birinchisi Uyg'urlarni siyosiy va ijtimoiy jihatdan yo'qotish. Buni bir millat sifatida mavjud qilmaslikda. Ikkinchisi iqtisodiy jihatdan bo'g'ish. Uyg'urlarga hech qanday yashash imkoniyatini bermaslik. Shu orqali Uyg'urlar boshqalar nima shu bo'yicha qildigan ashtaq bir vaziyatni shakllantirish. Bu xuddi hayvonlarni ochib ko'ndigan bo'lib o'xshash. Uyg'urlarniki mana shu sizning butun harakatingizni boshlanib degan bo'yicha qildigan qilib kontrol qilish. Bunday bir usuli. Üçüncüsü mengisini yuyitish, buni brainwashing deydi inglizcha. Endi hozir Xitoy hukumatidagi Uyg'urlarga qaratgan siyosatida mush 3 turli narsaniki hammasi bor. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishi davom qilayotgan mushu paytlarda, garchi Uyg'ur elidagi xalq ovozini chiqarishga imkonsiz holda buruqtum qilingan bo'lsa-mu, chet ellardagi Uyg'urlar xalqaro miqyosida faoliyatini kuchaytirdi. Namoyish, muhokama yig'ini, surat ko'rgazmalari, tashviqot faoliyatlari orqali dunyo xalqini har jihatdan yo'qotilayotgan, xatar ostida turayotgan Uyg'ur xalqiga sahib chiqishga, odil inkos qaytarishga chaqirdi. Xalqning qonliq bostirishiga chidab tura olmagan ba'zi Uyg'urlar badal to'lashga qaramay o'zlari turayotgan davlatdagi Xitoy elchixonalariga bosib kirmoqchimi bo'ldi. Uyg'urlarning vaziyati dunyo xalqining diqqatini tortdi. Hissdashligiga erishdi. Turkiyada Türklarning qatnashishi bilan 100 ming kishilik namoyishlar bo'lib o'tdi. Hatta Tataristondagi Qrim tatarlarimi Uyg'urlar uchun namoyish qildi. 5-iyul Ürümchi voqeasidan keyin Uyg'ur vaziyati dunyo axborotining emas, xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining yuksak darajada ko'ngil bo'lishiga muyassar bo'ldi.
Hürmetli görürmen dostlar. Erkin Asya Radyosu Tor Televiziyasının 5. yıl Ürümçi vakasının 1 yıllıkı begişliğen dasturunun 2. bölügü bilen tanışıp çıktınlar. Keyin qitim görüşkiçe aman boğaysızlar. Xeyr hoş.